Assalomu alaykum. Va alaykum salom. O'tir. Otajon, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, o'g'lim. Duo qiling. Qani amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat, bolam. Men-ku yaxshiman, bolam. Ertalabdan o'zingga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ona, tush ko'ribman. Tush? Ta'sirli tush. Ona, Sarkarda Temur tushimga kiribdi. Nima? Tush? Bolam. Buyuklarni tush ko'ribsan. Ularning haqqiga Qur'on o'qigin. Bolam, hammasi yaxshilikka bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kira qolinglar bolajonlar. Buvijon bilan Toycha o'g'lim, mani keling. Keling. Bu yoqqa o't. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz oyijon? Choydan quying, qizim. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'tira qol. Qani o'g'lim? Toychoq bolam. Nevaralarimni hech xafa qilma. Xo'pmi, bolam? Onajon, nabirangiz otasiga o'xshab polvon bo'ladi-da. Dadajon, ot mingani olib borasizmi? O'g'lim, siz minmasangiz kim minadi otni? Mana bunisi sizga, bolam. Mana bunisi esa sizga. Qani,
Qani bag'rimga kelchi bolajonim. O'zimmi bolajonim? Ilohim katta bo'linglar. Ko'z tegmasin, xo'pmi? Hormang. Assalomu alaykum. Shu qishloqda Azxo'ja degan chavandoz polvon bormi? Xo'sh, Shuni uyini bilsangiz ko'rsatib yubora olmaysizmi? Azizxo'jani uyini ko'rsatganim bilan topib bora olmaysiz uka. Uyi uzoqda. Iltimos, unda o'zingiz ko'rsatib yuboring. Assalomu alaykum. Va alaykum. Unga yuring uka. Aka, shu chavandozni juda ham mashhur deb eshitganmiz. Ha. O'zimiz ham bir-ikki ko'pkarida ko'rgandik. O'zi nima masala bo'yicha kelyapsizlar Azizxo'jani oldiga? Siz ham chavandozmisiz? Ha, o'sha sizlar izlab kelayotgan mashhur Azizxo'ja bilan birga ko'pkari chopaman. Chavandozda men izlab yurgan nasldor ot bor ekan. Shu masalada kelyapman. Ha, ishing hal bo'ladi-ya, hal bo'ladi. Mana shu xonadon. Azizxo'ja! O, polvon! Polvon! O, polvon! Kim ekan? Bilmasam, oyijon. Hozir o'zim qarayman. Sizlar bemalol. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Polvon, senga mehmon olib keldim. Assalomu alaykum. Polvon. Assalomu alaykum. Xush Yaxshimisiz? kelibsiz. Qani mehmon, tashqarida turmaylik. Ichkariga kiraylik. Qani? Ichkariga keyin kirarmiz. Tashqarida gaplashamiz. Xo'jayin kutyaptilar. Yuring. Hoy. Xo'jayiningga ayt, ichkariga kirsin. Uyimga kelgan mehmon bilan tashqarida muomala qilmayman. Bor, chaqir. Kim o'zi bular, polvon? Bilmadim, mahallada adashib yurishgan ekan. Yo'l so'rashdi. Boshlab kelaverdim. Nima gap? Ichkariga kirar ekansiz. Polvon kelgan odam bilan ko'chada gaplashmas ekan. Nima? Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mehmon. Yaxshi vaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Qani, tashqarida turmasdan ichkariga kiraylik mehmon. Yo'q, shu yerda gaplashamiz. Bilishimcha, anchadan beri ko'pkari choparkansiz. Shunaqa aka. Otlaringizni nasldori bor ekan? Bor aka, bor. Men yaqinda qiziqdim. Nasldor otlarni ko'paytiryapman. Aka, juda ham yaxshi ishga bel bog'labsiz. Men anchadan beri izlab yurgan ot bor ekan sizda. Shuni narxini aytsangiz. Shu otingizdan nasl olsam. Narx borasida muammo bo'lishi mumkin emas. So'rayverasiz. Bittada javobni aytaman. Ostonamda turganingga tug'ing. Ilhom, mehmonlaringni kuzatib qo'y. Bor. Hoy,
Yuring aka, yuring. Keling dadasi. Bering. Assalom o'zimmi? Kim ekan bolam, tinchlikmi? Shu ilhomni sira xushlamayman-da ona. Uyga mehmon olib kelibdi. Qanaqa mehmon? Osmondan kelyapti. Ko'chani ko'rsatib yubordim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olma. Qani olinglar. O'g'lim, otga yur. Ota, bir duo qiling. Qani dadasi? Amin. Tani sihatlik, xotirjamlik bo'lsin, ishinglar o'ngidan kelsin. Allohu akbar o'g'lim, bolaga hushyor bo'l. O'g'lim, kel o'zimga. Kel aqo. Men nevarangizni bir aylantirib kelay. Oling oyijon. Oling, choy iching. Ishinglar o'ngidan kelsin. To'g'risini aytsam, shunday bo'lishini bilgandim. Namuncha osmon buning. Sizga yordam berishim mumkin. Jiddiy gapiryapsanmi? Albatta. Yaqinda Ko'pkarida meni burnimni yerga ishqagandi. Alamim bor degan. Qanday tushunsangiz, shunday tushuning. Xo'sh. Rejang qanday? Uning otxonasini, qaysi ot qayerda turishini, shogirdlari qaysi payt aylantirishga olib chiqishini, nechta eshigi borligini mendan yaxshi biladigan odam yo'q. Seni tushundim. Hayda. Hakimjon, horma? Ha aka, keldingizmi? Hormanglar, hormanglar. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Aziz aka, narigi qishloqdagi Murod aka to'y berayotgan ekan. Ha, kechagi kuni kelib, meni ham aytgandi to'yga. Ko'pkari beryapman, borasizlar degandi. Ha, boramizmi Ko'pkariga? Albatta boramiz-da. Hurmat qilib aytadi-yu, bormaymizmi? Albatta boramiz. Chopamizmi aka? Jigarini sug'urib chopamiz. Ha, unday bo'lsa, otlarni yaxshilab tarayliga. Mana, olinglar. Hop, bale. Hamma ishga. Qani ketdik. Ilohi amin. Ketishingdan oldin bir duo qilaylik o'g'lim. Yuzlaring yorug' bo'lsin. Ko'pkarida halol bo'lgin. Omadingni bersin. Oy borib omon kelgin. Allohu akbar. Omadingni bersin. Omadingni bersin. Xudo o'zi qo'llasin. Sog' bo'l bolam. Hasan polvon, ko'zing uchib turganmidi, sog'inganmiding? Keldi mana. Ha, nimasini aytasiz? Xuddi maydon o'zinikiday kerilib kelishini qarang-a.
Xafa bo'lma polvon, senga ham omad kulib qolar. Cho jonivor. Cho jonivor. Cho. Xo'ja keldi. Ana. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan hurmatli polvonlar. Bugungi ko'pkarida nafaqat farg'onalik aziz mehmonlarimiz, shu bilan birga Sirdaryodan, Jizzaxdan, Qashqadaryodan, Qoraqalpog'istondan, Qirg'iziston va Qozog'istondan hurmatli polvonlarimiz tashrif buyurishgan. Shuning uchun bugungi ko'pkarida hammangizga tartib bilan halol chopishingizni iltimos qilib so'raymiz. Bugun Sirdaryodan Olim polvon, Botir polvonlar, Farg'onadan Azizxon polvonlar ishtirok etishmoqda. Barchangizga bugungi ko'pkarida muvaffaqiyatlar tilagan holda duo qilamiz. Ustozlarni, katta uloqchilarning ruhlari shod bo'lsin. Barchangizdan halol chopishingizni iltimos qilib so'raymiz. Ko'pkari halol bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mahkam qop. Barakalla. Bana uhlanyapti, sho'ra bana uhlanyapti. Sol chizik. Qo'q sho'xlag'ini qo'q. Tayyor. Ha. Cho. Bo'lmasamchi bugun ham g'olib bo'ladi. Ko'rasan. Tegasini aytib. Har birimiz uzoq olsun. Ha, otang darvoqe tarbiyat qilsin. Ol! Yaşavor polvon. Uzoq olsun. Ha, otang darvoqe tarbiyat qilsin. Farg'onalik Azizxon polvonga bir toy sovrin halol bo'lsin. Yaxshi qiz. Qalaysiz? Shaharliklarga o'xshab kiyinib olibsiz? Shahardan kelyapsizmi? Aytsangiz, o'zim olib tushardim. Nimadir bo'ldimi? Tinchlikmi? Dadam meni sizga bermas ekan. Nega bermas ekan? Seni yaxshi ko'rishimni qishloqdagilar hamma biladi. Yaqinda onam bilan xolam sovchilikka bormoqchi. Kattagina to'y qilamiz. Niyatim jiddiy. Senga uylanmoqchiman. Uylanmoqchi bo'lsangiz, yaxshiroq harakatingizni qiling. Ha, bu yoshlarning muammosi nima ekan? Ha, mayli. Cho. Harakat qilishni sen ham, otang ham endi ko'rasanlar. Azizxo'ja aka. Azizxo'ja aka. Azizxo'ja aka.
Ha, Kozim. Assalomu alaykum Aziz xo'ja aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Rahmat. Nima gap? Shu bir maslahatli ish bor-da aka. Maslahatli? Ha, Hozir. Kel Kozim. aka yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Tinchlikmi? Nima gap? Haligi mahallangizdagi Shokir ota bor-ku. Xo'sh. O'shani qizida ko'nglim bor. Shunaqa demaysanmi? Nima qilibdi? Kuni kecha onamni sovchilikka yuborsam, onasi yo'q deganmish. Ha, endi qizi borni nozi bor deyishgan. O'zi bir aniqroq javob aytishibdimi? Menimcha otasi yo'q degan. Menimcha otasi ro'zg'orni eplay oladimi, yo'qmi debdi. Otam yo'qligi uchun ham shunday degan bo'lishi mumkin aka. Ha, mayli. Unday bo'lsa, men Shokir aka bilan bir yaxshilab gaplashib ko'rsam. Ey o'g'il bola, xavotir olma. Men gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi aka. Shunday Endi- qiling. Menga yaqin qo'shilsan. Yaxshilab gaplashamiz. Aka kam bo'lmang. To'y qachon? Xudo xohlasa mana shu bahorga deb turibmiz. Sizlarning baxtingiz bizni xursandchiligimiz. Albatta aka, albatta. Aka men otlarga qaray bo'lmasam. Ha, ana u otni Gerkulesning oyog'iga bir qaragin, negadir biroz oqsayapti. Xo'p bo'ladi. Sen bilan keyingi musobaqada hammasini yer ishlatamiz. Faqat sen tayyor bo'lsang bo'lgani. To'g'rimi? Cho jonivor. Cho. Cho jonivor. Hali hammasini yer ishlatamiz, to'g'rimi? Tak. Anvar! Anvar! Cho. Tak. Anvar! Anvar, nima bo'ldi senga? Anvar! Menga qara. Anvar, ko'zingni och. Menga qara, nima bo'ldi Anvar? Qani tur. Tura qol Anvar. Yur. Qani, yur. Voy o'lmasam. Dadasi. Sekin. Anvar, Yotqizing. qani, bu yerga yot. Dadasi. Qizim, borda dindorlarni olib chiq. Kelin, boring. Siz suv olib keling, bo'ling. Anvar, ko'zingni och. Mana, Olib keling. Dori. mana. Dadasi, doringizni ichib oling. Sekin. Qizim, olib borib qo'y. Mulla aka, Anvar akamni qayerda ko'rdingiz? Xon o'g'lon bilan dalaga mashg'ulotga chiqqan edik. Ot sezib qoldi. Juda aqlli jonivor.
Kelin, Anvarning sog'ligida biron muammo bormi? Ha, chet elga ishlagani borib, qattiq shamollab keldilar. Ha, ona qizim. Ot bilan gaplashyapsizmi? Menga qarang. Yaxshi bo'ladi. Yig'lamang, xo'pmi? Hali dadangiz yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu otda sizni aylantiradi. Xo'pmi? Xo'p. Bo'ptimi? Xo'p. Boshqa xafa bo'lmang. Bora qoling. Yasha Vorxon o'g'lon, yasha. Amaki. Rahmat sizga. Otingizga ham. Eshitdingmi, xon o'g'lon? Shu. Hilola. Hilola. Ho, Hilola. Labi. Menga qara. Ana u ichkaridagi pulni olib chiq. Nega? Ish bor. Asxo'ja aka. Hozir. Asxo'ja aka. Kim? Assalomu Kelinglar, alaykum. kelinglar. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi, mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Ha, chiroyli bo'lib kiyinib olibsiz. Ha endi. Hali ham tayyor emasmisiz? Axir to'y bor-ku. To'y? Ha, to'y bor. To'y. Ha, to'y. To'y. Aka, narigi qishloqda osh bor bugun, osh. Ha, osh bor. Osh bo'lsa bu kishi hamma joyda Ha, tayyor. qolmaydi, qolmaydi. Menga qaranglar. Buni xotinichi osh damlab o'tib ketadi. To'g'ri, to'g'ri. Aka, ba'zida mastava ham ichib turamiz. Yo'q aka, unday bo'lmaydi. Yaxshi, mayli. Ha, endi ustoz o'ldirsa ham osh o'ldirsin-da. To'g'ri. Albatta, albatta. Bo'lmasa sizlar borib turinglar, men hozir boraman. Xo'p bo'ladi ustoz, xo'p bo'ladi. Hozir boraman. Kelinglar, kelinglar mehmonlar. Alaykum assalom. Xushkelsizlar. Kelinglar. Kiravering, marhamat. Kelinglar mehmonlar. Kelinglar, xushkelsizlar. Kelinglar. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Marhamat, kiring. Kelinglar. Assalomu Alaykum assalom. Kelinglar mehmonlar. Mana bu yoqqa. Qulluq, rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. To'ylar qulluq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Va alaykum assalom. Kelinglar. Kelinglar mehmonlar. Kelinglar, xushkelsizlar. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Bugun to'yda xizmatdamiz. Nima xizmat bo'lsa aytaverasizlar-da. Rahmat, Qani? rahmat. Olifta keldim. Hasan polvon. Oldiga tushmaysanmi? Biz unaqa polvonlar bilan o'tirmaymiz, aka. Turishini qara. Olibtagarchiligi olamni oladi. Ahvolni qara. Xuddiki atrofida hamma girdi kapalak. Assalomu alaykum. Xormaylar. Keling, keling. Bo'lmaylar, bezovta bo'lmaylar. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum. Qani aka? Xush kelibsiz. Anchadan buyon sizni qidirib topolmay yurgan edim. Siz bilan ko'rishish shu bugunga nasib qilgan ekan. Rahmat, rahmat. Sirdaryoda katta ko'pkari bermoqchiman. Bizni otda ham Ha. bir chopasizda polvon. Endi o'zicha boy bilan gaplashyapti-da. Rahmat. 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 Xo'p, rahmat, salomat bo'linglar. To'ylarni yaxshi o'tkazib olinglar. Marhamat. Otam, Aha! Omad! so'raganni aybi yo'q. Bu odamni taniysizmi o'zi? Ha, biz o'zimizni qishloqdan Azxo'jayu bu. Ha. Mehmon, bu polvonni bormagan joylari, olmagan sovrinlari qolmagan. Haqiqiy o'zimizni polvon. Qishloqni vijdoni deng. Ha. Ha, to'g'ri aytishgan ekan.
Rahmat katta. Sizlar borib turinglar, men ham akalar bilan gaplashib boraman. Xo'p bo'ladi, rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Shokir aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi yursizmi? Shukr. Aka, bir masalada sizni oldingizga bormoqchi edim. Xo'sh. Kozimjon degan shogirdimiz bor, bilasiz. Ana shuning onasi ertadan keyin sizlarnikiga qulchilikka bormoqchi edi. Endi yo'q demaysiz. Kozimjonni yaxshi bilasiz, qizingizni bizga berasiz. Labzimizga ishonsangiz aka, baxtiga biz kafilmiz aka. Ha, polvon siz aytasiz, biz yo'q deymizmi? Polvonni lafzi yerda qoladimi? Yoshlar baxtli bo'lsin aka. Katta rahmat. Baxtli bo'lsin ilohim. Salomat bo'ling. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Yaxshida ko'rishaylik. Ha, polvon. Egarda qolsiz. Otingiz yo'qolib qoldimi, ha? Shuni bilib qo'y, polvon. Buni hayot deydi. Bir seniki bo'ladi, bir meniki. Tushundingmi? Ertaga ko'raman holingni. Buni hayot deydi, polvon. Oting yo'q endi. Yo'q endi. Buni hayot deydi, polvon. Bir seni oting chopadi, bir meniki. Chop! Chop jonivor, chop! Voy. Voy jonivor. Ah. Charchamadingmi? Ovqatingni yedingmi? Aylanib ketay. Qaro ko'z. Bay. Sen yaxshimisan? Ha? Xudo xohlasa yutuqlar bizniki bo'ladi. Charchamagin, xo'pmi? Xudoga shukr. Voy tavba. Voy. Ha? Xon o'g'lon? Voy, xon o'g'lon. Aziz. Bolam. Xon o'g'lon yo'q. Voy, sho'rim quridi. Voy, xon o'g'lon. Voy, bolam. Voy, xon o'g'lon. Xon o'g'lon yo'q, bolam. Aziz. Bolam, xon o'g'lon yo'q, bolam. Bolam. Oting yo'q. Bor bolam. Oyjon. Tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Yuring, sekin. Uyga kiraylik. Onajon, rostdan ham oti yo'q.
kimdir o'g'irlaganga o'xshaydi. Otni top. Xo'p ona, albatta topaman. Sen onamni ichkariga olib kir. Xavotir olmang. Men albatta topib kelaman. Yura qoling. oyijon. Sekin. Keling. Keling oyijon, o'tiring. Topilarmikin? Topiladi oyijon. Xavotir olmang. Ish qilib topilsin-da qizim. Topilsin. Topiladi oyijon. Xudo xohlasa topiladi. Faqat siz siqilmang, maziz qochib qoladi. Meni bolam birovni haqqini yemagan bo'lsa, halol bo'lsa, unga doim halollikni, poklikni o'rgatdim. Birovni haqqini yemagin deb o'rgatdim. Siz siqilmang oyijon. Iltimos. Topiladi. Qanday siqilmay bo'ladi bolam? Meni bolamda kimni qasdi bor ekan? Kimni qasdi bor ekan? Siqilmang oyijon. Maziz qochib qoladi yana. Xudoyim, Topiladi oyijon. Shu atrofda yurgandir. o'zing rahim qilgin. Bolaginamni o'zing panohingda asragin. Topilmasa nima qilamiz? Nima Topiladi. bo'ladi? Men topaman. Otni topib kelaman. Bahromjon! Bahromjon! Dada! Dada! Xon o'g'lon yo'q. Yo'q deysanmi? Nimaga yo'q bo'ladi? Bilmayman. Yo'q. Voy, tavba qildim. Qayerda bo'lishi mumkin? O'g'lim! Bahromjon! Yorqin polvon juda chaqqon chiqdi. Nodir Ha, polvon og'ayni, hammani hayron qoldirdi. Kecha yaxshi chopding. Nodirning Qashqoti Qoyil bor. qoldim lekin. Sirdaryodan Uloqni kelgan shunday polvonlar juda chaqqon ekan. Shunaqa qilib kecha uloqni juda ham chiroyli bo'ldi. Qoyil qolaman Otlar, lekin. odamlar juda ham shunaqa. Bu yilgi menimcha eng katta uloq shu bo'lgan bo'lsa kerak. Qilyapman. Assalomu alaykum, polvon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iye, nimaga kayfiyatingiz yo'q aka? Keldingizmi? Xon o'g'lon yo'qolgan. Nima? Nega yo'q? Qidirib ko'raylik bo'lmasa. Ha, qidirish kerak. Shu atrofda bo'lishi mumkin. Otxonaga o'g'ri oralagan. To'g'ri. Bu narsani ko'rgan, bilgan odam qilgan. Izlaylik bo'lmasam ketdik. To'g'ri. Ha, albatta, qidirib topamiz. Topamiz, albatta topamiz, Hamma ustoz. yerni qaranglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, ustoz. Ketdik, ketdik yigitlar. Biz bu yoqqa.
Sen u tarafni qarachi, men bu tarafni qarayman. Ha, cho. Ha! Kozim, shoshmay tur. Anvar aka. O Anvar aka. Labbi. Assalomu alaykum kelinoyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Hozir. Anvar akam uydamilar? Voy, keling. Yaxshimisiz? Voy. Anvar akamga salom aytib qo'yarkan. Rahmat. Salom deng. Rahmat. Pulim. Shu yerdamidingiz aka? Xo'sh. Topildimi? Yo'q ustoz, butun qishloqdan, ovuldan qidirdik, topolmadik. O'zi bo'shalganda shu paytgacha qaytib kelish kerak edi. Buni ishi puxta, o'zidan iz qoldirmaydigan odam qilganga o'xshaydi. Lekin nima uchun aka bunday qilgan? Bu hayotda siz bilan biz bilmaydigan ko'p narsalar bor. Do'st bor, dushman bor. Ustoz ruxsat bering, ichki ishlarga xabar beraylik, butun qishloqqa ovoza qilaylik, topamiz qidirib. Keragi yo'q. O'zim yo'qotdimmi, o'zim topaman. Menga bu ishni kim qilgani juda ham qiziq. Tuni bilan qidiramiz ustoz, qidirib topamiz albatta, xudo xohlasa. Men nima dedim? Hademay kech bo'ladi. Ertaga davom ettiramiz. Xo'p ustoz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Eshitishimga qaraganda tuni bilan ot qidiribsizlar. Choyga marhamat. Ketdik. Yur. Ketdik. Qani omin. Tinchlik omonligini bersin. Allohu akbar. Keling aka. Sizlarga aytgandim, shu yerga kelmaylik deb. Qo'yaver, ahamiyat bermagin. Ha, boshga tushganini ko'z ko'ribdi. Yaxshisi dasturxonga qaranglar. Olinglar qani. Assalomu alaykum polvonlar. Keldilaringmi? Otni bog'lab qaytaman. Aka, siqilmang. Topiladi. Hammani xabari bor. Hammaga xabar berganmiz. Aniq emas u bir yaxshi yangilik bor. Odamlarni aytishiga qaraganda yarim kechasi tunda kimdir otni yetalab ketayotganini ko'rishibdi dara tomonga. Unday bo'lsa nimani kutyapsizlar? O'tirmasdan harakatni qilish kerak. Xo'p bo'ladi. Choydan quyib, choyni ichib o'tiramiz-da. Qora choy ichsam ko'k choy olib kelibdi. Assalomu alaykum. Polvonlar charchamadlaringmi? Qo'y. Ha, polvonlar, kunduzi bilan ot qidiribsizlar deb eshitdim. Tinchlikmi? Tinchlik, birorta gapingiz bormi? Ha, tinchlik bo'lsa bo'ldi. Mana shu yerda ham shular ekanda. Oling do'stim. Ana ular. Polvon, Assalomu alaykum. Keling, polvon akalar, tuzukmisizlar? Qani, o'tiring. Qani bir duo qiling. Allohu akbar. Nima gap, polvon? Bu Aziz xo'jani shogirdlarini ozgina kuydirib keldim-da. Otini yo'qotib qo'ygandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Polvon, o'tgan safar oshni ko'p yeb qo'yib qiynalgan edingiz. Bu safar ham shunday bo'lmasin, ha? Zo'r bo'ldi. Polvonlar, ertaga ko'p kari bor ekan. Aziz xo'ja g'amga botib o'tirganimish. Yutuqlarimning boshi yo'qoldi deb. Ana choydan qo'y. Hoy, namuncha og'zing mahkam senlarni. Eshitdik. Polvonlaring ishongan tog'ini yo'qotib yurgan emish. Xo'sh, yo'qolgan bo'lsa nima bo'pti? Ertaga ko'kkarga hammamiz boramiz. Ha, boramiz. Albatta boramiz. Akamga otdan ko'pi bormi, aka? Hamma ularga otini mindirgisi keladi. To'g'rimi? Shunday. Ertaga hammamiz boramiz ko'pkariga. Ertaga ko'rasiz. Ha, qani olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Gap olib bo'lmaydi bularni.
Bu yerda toza havo ham qolmabdi. Ey, tur ketdik bu yerdan. Maxluqlar. Qani, ezib qo'yaylik. Oy, nima deyapsan, oy? Ey, nima deyapsan? Sen o'zingni qopgangni bosma. Nima deyapsan? Zo'ravonlik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Qilma menga. Haqmisan? O'zingni Nima qilasan? Qo'lingni qo'yib, Bu yoqqa kel. hammangni Zo'rlik maydongacha. bu yoqqa kel. Gapirma. Mard bo'lsang ku, bu yoqqa. Ey, Qo'lingni qo'rqoqmisan? tortib Nima qilishni men o'zim bilaman. Yo'limdan to'sma. Och dedim. Yo'limni to'sma. Qani ketdik hammamiz. Senlarmi hali? Meni qo'limga tushasan-ku. Menga qo'yib berganda kunini ko'rsatardim bularning hammasini. Hali ko'rsatib qo'yamiz ularga. Ertaga ko'radi hammasi menda. Bo'ldi, hey. Hammang ketdik, Ketdik, hop. Ha, Hasan polvon. Ha, bormisiz? Azizxo'ja polvonlaring ko'rinmaydi. Yurgandir-da otini qidirib. Ha, bugun maydon changimas ekanda. Kim o'g'irlagan bo'lsa ham, yuragi baquvvat odam o'g'irlagan ekan. Xo'jaga uncha-munchasini kuchi yetmaydi. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Qani maydonga. Chu. Ha. Kelasana, Jonxon o'g'lon. Yaxshilikni yaxshi ko'raman do'stim. Yomonlik holingni so'rgim kelmaydi. Yaxshi yomonni uchratib o'sdim. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Men osmonda emas yerdasan sen ham. Bordur o'zingda ham kamchilik yo'q. Ortimdan g'iybatin qilsang ham hardam. Yomonlarga yomon bo'lgin kelmaydi. Dada, xon o'g'lon yo'q. Yo'q deysanmi? Qani yo'q bo'ladi? Bilmayman. Sen ham halol bo'lgin charchamat qolma. Bir kun qarshimda uyalib qolma. Joningni olmayman, xavotir olma. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Menga tosh otmagin, bosh yoraman deb. Tosh og'irlik qilar, mahra deb.
Ozan polvon, o'zing uchib turganmidi, sog'inganmiding? Keldi mana. Xuddi maydon o'zinikiday kerilib kelishini qarang uni. Alamim bor degan. Yomonliging qachon bo'ladi ado. Yuraging chidolmay qilmasin ado. Senday yomonlardan asraydi Xudo. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Yomonlarga yomon bo'lgim kelmaydi. Anvar ham kelsa, bir maza qilib guring qilib xuddi shunday o'tiramiz, xudo xohlasa. Anvarmi? Keldi, eshitmadingmi? Tushunmadim. Anvarni keldi deysanmi? Menimcha ish o'xshamadi shekilli. Kelgan. Ha, shunaqa. Buni qara. Eng yaqin do'stim bo'la turib menga xabar bermaganini. Mayli, o'zim borib bir uyaltiray. Ha, mayli bir xabar olib kel. Borib bir xabar olmasam bo'lmaydi. Buncha shoshilmasang. Ovqat keldi-ku. Jigarimni sog'inganman. Borib xabar olmasam bo'lmaydi. Ovqat yeb ket. Do'stim, ovqat bo'lsa qochmas. Ey, Buncha shoshilasan. Ilhom. kim yeydi buni? Borsa borar. O'zimiz yeyaveramiz. Ol. Qani? O'zimiz yeymiz. Issiqligida. Yemasa emas. Ol. Qani olchi. Hormang kelin. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? O'rtog'im yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bolalar katta bo'lishyaptimi? Kelin, sizlardan juda qattiq xafaman. Anvarni kelganini butun qishloq gapirib yuribdi-yu, meni esa xabarim yo'q. Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi-da, mulla. Anvarning o'zi qayerda? Ichkaridalar, kiravering. Anvar. Do'stim. Jigarim. Anvar! Anvar! Anvar. Do'stim, Bormisan? sog'liging yaxshimi? Yaxshi. Ke, qani? O'tir. Qani? Ol buni. Yaxshimisan, Anvar? Rahmat. Sog'liging yaxshimi? Senga nima bo'ldi? Aybga buyurmaysan. Sendan xabar ham ola olmadim. Nima gap o'zi? Buncha hovliqasan. Yoshligingda ham xuddi shunaqa eding. Yaxshiman, yaxshi. Nima gap? Gapirsang-chi. Nima bo'ldi o'zi? Nimasini aytasan? Dard ekanda dard. O'pkamni shamollatib yuboribman. Davolanishga imkoniyatim bo'lmadi. U buyog'iga kasallik ham avj olib ketdi. Nega bir og'iz aytmading? Axir qiyomatli do'stmiz deganding-ku. Allohga shukr. Qizim bilan sohibani rahmini yedi. Ana u do'sting bor edi-ku. Ana u do'sting Aziz xo'ja bor-ku. Omon bo'lsin. Har kuni yonimda turdi. Ishonasanmi? Shifokorlarni shahardan shu yerga olib keldi. Og'irlashganimda oilasi bilan shu yerga kelib turdi. Senga
Aziz xo'ja yordam berdimi? Polvon omon bo'lsin. Omon bo'lsin. Anvar. Anvar. Men yana kelaman do'stim. Qayoqqa? Ilhom. Assalomu alaykum polvon aka. Doston yaxshimisan? Ko'pkariga boramizmi aka? Sizlar boraveringlar. Men xon o'g'lonni qidirishim kerak. Siz bormasangiz biz ham bormaymiz. Aytishlaricha kuchli otlar kelar ekan. Menga qara. Qanchalik zo'r bo'lmasin, birortasi xon o'g'longa o'xshamaydi. Bilsang, u sendan ham, mendan ham aqlli edi o'yinda. Odamni ehtiyot qilishni yaxshi bilardi. Ko'pkarida men uni, u esa meni yaxshi asrardik. Mayli. Unday bo'lsa, yigitlar kelsa yana qidiramiz aka. Menga qara. Hammani yig'. Qancha odam bo'lsa barchasini to'pla. Xo'p bo'ladi. Qo'limizdan nima ish kelsa, xo'p bo'ladi. Mana shu xon o'g'lonni topishimiz kerak. Topamiz. Hammani yig'aman. Albatta topamiz aka, albatta topamiz. Sizlarga xo'p bo'ladi. Nima qilyapsan? Otni olib ketmoqchiman. Xo'jayin bilsa, otni o'rniga o'zingni bog'lab qo'yadi. Axir sendan chiqqan taklif-ku bu. Shaytonning izmiga kirgan ekanman. Fikrimdan qaytdim. Otni olib ketaman. Otni olib ketish oson bo'lar ekanmi senga? Oy! Maras! Mana senga.
O'yinni boshlaymizmi yo yo'qmi bugun? Ey, boshlanglar, ey. Boshlaymiz xudo xolasa, boshlaymiz. To'xtang. Hech qanday o'yin bo'lmaydi. Aziz xo'ja ko'rinmayapti-ku. Men bu ko'pkarini Aziz xo'ja uchun uyushtirganman. Hech qanaqangi ko'pkari bo'lmaydi. Ana xo'ja! Ha polvon. Qamchisiz polvon. Rulsiz mashinada gap. Cha. Hoy polvon, halol bo'lish kerak, halol. Oling. Xon o'g'lon. Voy. Dadasi. Voy. O'zingmisan? Voy. Dadasi. Dadasi. Dadajonisi. Voy jonim o'g'lim o'zima. Otimiz keldi.
Hamınız uzoq olsun. Ha vatan darvoqi tarbiya. Aziz xo'ja polvon halol. Aziz xo'jani zoti halol. Muborak bo'lsin polvon. Halol bo'lsin. Ana xo'ja kelyapti. Inson qay kasbda, qay sohada bo'lmasin, u halol bo'lsa, chin insoniylik qobiliyatiga erisha oladi. Polvon hayotidagi eng yuksak tuyg'u bu uning halolligidir.